Ko'nglimga aql berib, meni jondan aziz bilib, meni beqib o'stirgan ona. Mushaqqatga bo'lib qolgan, bana shodlik ata qilgan, baxt tilab orzu qilgan ota. Birge bulup her işimda, medet berip yanlarımda, doğruyu görsetken atam. Birge bulup her işimda, medet berip yanlarımda, doğruyu görsetken atam. Çekremden ata kadın dökülmesin Mağay mengü senin izinden Ana gülke üzülmesin Gülüp turgan nurluk çekremden Ata kadın dökülmesin Mağay izinden Ata kadın dökülmesin Ana, asıl bugün sizinki kahve işiniz ketken de ha. Baldırak degen bolsanız ben öydilam demlepememdim deyim sizge. Ha boptu, bu yer kemmigil uzun boptu ki. Mulazım bana bir istagan kaynak su ekip ha. Ben bugün kahve içmey, keşke kahve içip olsam fakat uykum kelmeydi de kadar. Hey, bugün bizim doktorxanın kim kaptı bilemsiz? Neler ki? Siz ne yapıyorsunuz? Biz ajrashib ketaylik. Lekin mening bir talabim bor. Kichik singlimga yaqin ajrashib ketdi. Uning ustiga opamning salomatligi yaxshi emas. Shu bu ishni hozircha cho'nglarga demay tursak. Keyincha muvofiq fursat topganda anonlikin deymiz. Uyning ishini men o'qishib qo'ydim. Hozir uyimizni sotsak, ishimizga kichikroq bo'lsin, ishga yurish uy kirdik. Nana to'xtab turma. Siz chaqchaq qilayotmaydigansiz. Siz rasl ajrashib ketmoqchimi? Ham bundan keyin aloqalashmaymiz. Besh kelishmi qilmaymiz demoqchimi? Biz bundan nodonish odam tursak. Nana men bilmay buni, men bilmay. Siz yıllık gün iş için xapolab mən müşlaq davatamsınız. Eğer onun səbəbi olsa, mən xatalıqım tonay oldu, o gün mən yaxşı qılmadı, məni onu ötübdü. Bu sizin səbəbiniz emas. Siz faqat ehtiyatsızlıqdan ko'nglingizni kelib deb saldingiz xolos. Siz buni inkor qilmasangiz ham bo'ladi. Desam siz mendan ranjiyotsizmi deyman. Men o'zimni ayblayapman. Biz ikkimiz doim kichik ishlar tufayli ta hozirga so'qishib kelyapmiz. Men sizni izchil bilan tog'dek yo'lanchigim deb qaraydim. Lekin siz bek o'zgarib ketibsiz. Uning ustiga opponent chiqqanlarning orasidan bek siqilib ketdim. Rost endi chidag'chiligim qolmadi. Rana, makibingiz eshib ketdi, juma men sizdan qo'yay. Sizdan men siz bilan bek baxtli yashayapmanmi? Ha? Sizning nima desangiz to'g'ri. Boshqasi azroq qarshi chiqmasa bo'lamda. Siz nimalar shaxsiyatchilik qilsangiz, boshqalarning ko'ngli azroq o'ylab qo'ymamsiz? Bir ishga yo'liqsizmi bo'ldi, qarshashini bilsangiz.
Ya men mucho qarang kuni takidukkin yashayapman sizning oldingizda. Qachon bir xato qilib qo'yapmish, ayolimning ko'nglini ranjitib qo'yamanmikinda. Mana emasmi o'zingizni da'vatsizg'u. Yana bilan turmush o'tkazishimizning nima hojati? Siz bu turmushda o'zingizni baxtli his qilib boqmabsiz. Men bu turmushda xush bo'lib boqmadim. Voy, bo'ldilar. Yomon kes ajish ketamiz shu. Bo'pti, ajishib ketaylik. Men sizga qiydab yoki ochig'ini gap qilmayapman, astoydil o'ylashib gap qilyapman. Men mucho qarang sizga astoydil davom. Ajishib ketaylik. Menimcha sen dadangni topolmading emas. Uni asli izlamading. Nimish tuyuqsiz paydo bo'lib qolsa? Nimish tuyuqsiz paydo bo'lib qolsa? Muradil, kelib ko'rib boqay dedim shu. 20 yil bo'ldi. Izchil ideya tayyorlik qilib kelyapman. Ha, Mayra? Hozir sizni og'ilmoqdim. Bugun Murodilning yangi kinosininki tunji qo'yilish rasmi ekan, to'xib puli berib ko'rib keldi-ya. Ha, ma'qul bo'ldi. Uzoq bo'lsa biz o'sha filmimizning bosh rejissyori shunaqa cho'lqinimizni taklif qilsak. Voy nega? Voy mayli. Maqollashdingmi? Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugungi faoliyatimizga kelganlarga ko'p rahmat. Shunaqalar, shu film ishlash guruhidagi barliq xizmatchilar jabolatdinglar. Endi bizning o'sha cho'lpinimizdan bir savol so'rab baqsam, anglasam yaqinda yana bir yangi film ishlanmoqchi shundaqmi? Unaqa bo'lsa, o'sha film to'g'risida qisqacha bir tushuncha berasiz. Bu filmda ota bola o'rtasidagi hikoya, ya'ni shu ota bola o'rtasidagi mehr-muhabbat, ziddiyat qatorliq ta'sirli hikoyalar so'zlangan. 60-yil oshkorlab turay, qolganini shu vaqt kelganda yana meni qo'llab bir şey kelib ko'rishmangiz qilman. Bo'ladi, rahmat. Hadi bak sınav kılışımız vermen gerekmiş bu. Ha, kelaman. Bilib sizda. Men sizga telefon qilayap turgan tiqa. Bana meni qayıl qilgidek bir sebep deb bir. Endi u degan cho'pa, u ro'g'i chiqmay desa, uni ishib turgan odamlar texmi ko'p. Sizning tirishchiligingizga rahmat. Ko'p tirishdingiz. Ha, rost. Dadangizga telefon qildingizmi? Buni sizning rol ilish mahoratingizga foydasi tegib qoladi. Rejissor, bo'ldi qil. Bu O'zingizni bir so'ylang. Siz bo'lsangiz meni yolg'iz qo'ying. Ha? Yaşaş dimında tez!
Ümit, bu qitim qishda meni kechiring. Dadangizning ishini antilganmayman. Xotirjam bo'ling.英文师傅到哪里啊？好的。Xo'jayin do'konni yig'ishtirib olgan. İşte çoğaldığı. Buldu bul tazir etkense ha? Tazlap oldu. Tamam. Etti gerek gelgin ha? Oldu. Makul. Keçirsiz. Dükkan ne yig'ib etken? Siz Mehmet bulamısınız? Ha, ben bu Mehmet Bulma. Siz kim o? Varas, siz tülügün kelgen, bir narsanizni unutib qolibgansiz. Xato tumadınız. Benim kimlikimni tanıdınızmı? Tanıdınız mı? Dur. Tanıyamayız. Evet, Kömek. Evet, kırsam. Peri'den bu duyuyorsun size. Peride? Ha? Onu mesleğim oldu. Doğru. Siz geldiğinde? Siz geldi ya? Men atı bala otursidiki ta'sirlik, acayip, güzel. Ko'rinishlarni umid kutmagan bo'lsammi, mening opamni unutib qoldingizmi? Aytaymi sizlarga? Bekle, başla. Mecbur. Nima qilmay berib? O'tiramda. Men nima ish o'tirdi ekanman? Ha? Nima ish o'tirdi ekanman? Ben siz bilan burunqi adovatlarni tugatib kelgan. Ben sizga deb qo'yib olganman. Opam Faridaning o'g'li tug'ildi. Yeni kelib bu dunyoda yashayotdi. Sizni oldingizda turadi.
turmushingiz intayin xotirjam etayotgandi ha? Men bugun intayin yirginishlik azobli bir ishni beshimdan kechirdim. Sen menga o'xshash azoblanishing kerakdi. Hiç kadar imkansınız yok mu? Birisi aldığınız gibi ben sizin oğlunuz dese, neçin yakkanda yaşap ki vatsa, nimişan kıvatsa, İsmail nima dep mi soram koymadı oğlum? Nimi sormaysa? Ömer! 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 Ümit, unda qilma bolam, bir paranglashaylik biz. Biz endi kurashmaylik. Unda demak, Ümit. Inoq narsa. Ümit, unda qilma deyman. Ümit! 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 Sizga o'zimning izchil taqib yurgan qo'l soatimni beray. Mening yoldaman bu qosim. Nurmamat, bardosh beram. Cho'qim birisi kelib sizni qutqizadi. O'zimning ahvolim o'zimga ayon. Ma'qul bo'ling.
Qancha vaqtingiz bor? Xalq ishlar idorasiga berib ishni bajarib o'tib kelaylik. İxtiyoringiz sizdan. Bugun ishim tushib qolsa ham bo'laverdi. Bugun? Ma'qul. Bugun ishdan tushibli boraylik. Barsak bordiq. Qasam bugun Oychirxon yaxshi kunda qiladi. Shu, unda o'zcha ishdan tushib udul beram. Boraylik bo'ldi. İkimizden gibi o bir yer çıkmak oson gap emas. Shu, eng oxir bir payt olsuncha ikkimizdan gap bir yerdan chiqdi. Bana bakarslar bu. To'tigan boshliq hozir yig'inimiz deydi. Ha, ma'qul. Bo'ldi, hozir boramiz. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugungi yig'inimizning asosli temasi bo'lsa, bizningki qo'shinimizga yangidan qo'shilgan bir doktorimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Bu bo'lsa bizningki Jo'shqin doktor. O'rganishini tamomlab bizning Mingda doktorxonamizningki 5 a'zo bo'limga xizmatga tushdi. Bugundan boshlab bizningki uch kollektivning bir a'zosi. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Mening ismim Jo'shqin. Bundan keyin manglardan kasblashib o'tamiz. Shunga ko'proq atidarchilik qilasizlar. Bu Jo'shqin doktor bo'lsa, bizningki Jurat mudirning enisi. Shunga ko'pchilik bundan keyin yana texnik yaxshi ittifoqlashib, yaxshi hamkorlashib o'tamiz. Jo'shqin bundan keyingi kasbiy ishlarda bizning Guliyanranda so'raydigan, aladigan materiallarım olsa chiqib elib, so'raydigan ishlarni so'rab, bundan keyingi kasbiy hayotim boshlab ketsam bo'ldi. Anda bo'lsa, bugungi yig'inimiz bishagich bo'lsin. Shu? Ma'qul. Siz qachon qaytib keldingiz? Akam demandim. Voy bu ishkala paranglashmamsizmi? Nima gapni qilgansan? Sen uni qo'yib men obdan ishligini bilimiga yaldiran bosh bizni so'ra, ha? Ma'qul aka. Yangamdan so'rasam bu. Ma'qul. Ma'qul. Bu bir aile kişilerinin balları her kolay karşılar. Ailesli adamdan külgüsü geliyor. Ailesinden yüzünü tüküp kaldı bala. Mehrigiz! Voy Mehrigiz! Dostum turib ishigimni oldim mushtaqlik qilib ketamsiz? Meni ozroq tishim botib ketdi. Jirim. Voy menma. Sizni de alaydı yeni mevzu terildi. Vay voy. Ailenler şunçilik çoğun iş bop kesimu. Bana dep koymaksız ha. Vay biz degen kandak münasebette. Onun üstüge kodu münasebetimiz batırsa. Asli bundaq ishni birinchi bo'lib manga degan bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Cho'ng ish bo'lmasa bu hamma yerda so'zlab haqida yurdigan. Voy bu qandaqsiz cho'ng ish bo'lmaydi? Ajrish degan cho'ng ish. Uyay, men boshda anglab qarang. Sizni nim bo'lib ketgandi deb o'ylab ketdim. Qancha azoblangansiz ha? Men yaxshi-ku. Men shunday yaxshi. Yetishomidi menga? Yasalmalik qilmang ha? Men yasalmalik qilmadim. Rost, men bak yaxshi. Ha, bo'pti. Bo'pti. Atayın ko'ngli
meyve suyu çıkıp versem içmeyeli çıkıp gitti. Baktım, içe Gülbahar.